Shu bittasini adashtirib qo'ydingiz menimcha. Anu ayiq bilan sherni adashtirib qo'ydingiz. Ayiq emas, sher demoqchi bo'ldingiz-a? Yo, nimaga? Voy. Ayiq yuvosh-ku. O'yin qaro-ku. Yirtqich bo'ladi-yu, ayiq. Ha? Voy. Yirtqich bo'ladi. Ha, tushundim ukam. Saliga ko'rgan ayiqlarni mana zooparkda ko'rgansan-da, to'g'rimi? Sherlarni zooparkda ko'rgansan. Yo'q. Masha Medved multfilmida ko'rganman. Anu UFC'chilar bilan birga o'ynashayotganini ko'rganman. Yosh bolasan-da hali ham Sanjik. Bular haqiqiy vahshiy ayiqlar haqida gapiryaptilar. Ha? Haqiqiy vahshiy ayiqlar haqida gapiryapman ukam. Sen ko'rgan u ayiqlar qo'lga o'rgatilgan bo'ladi. Siz ham o'rgatsangiz bo'ladi-yu, paq etib otmasdan darrov. Qayerga ishlaysan bolani? Men qanaqa qilib o'rgataman ularni? Ya, Shuni ham o'rgatishim kerak. Shunga ham panetga berishim kerak. Bori. Misol keltiraymi? Keltir. Mana 2 kun oldin. Ha? Klubga bordim. Klubda eshik tagida bitta qiz qotib qolib turgan ekan. Sekin qo'ldan ushladim-da, to'g'ri yo'ldan padrushka qilib olib ketib, uyga olib bordim. Ko'rsatib ketyapti Sanjik. Shart emas hammasini gapirish, voy. Tut qo'yib yubor cho'tiga.